tilni tilar yarim. Yelkam yo'q deb zirqirayotgan muzeylarim, qaroqdan hansirayotgan bug'doylarim, oltinlarim, madalarim, paklarim, ona til, kechir meni ona tilim. Sen mening faxrimsan ey ona tilim. Quloqqa yoqimli Balki hukm qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozdim bo'lak ishni xotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim, bir esnadan aytiladi bag'ri tilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Milliy ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. Shimor tarixga boy Navoiydan olgan orzu duosi bundan beri ona tilim, a'lo tilim. sen mening faxrimsan ey ona tilim. Ulug' haqiqatni ko'zlagan Ana qayta tug'ilgansan, bahaq qo'yilgansan, o'lkamizda nima bo'lgansan? Ona tilim, a'lo tilim.